Mana ijtimoiy tarmoqlarda bizga juda ham ko'p savollar bo'lyapti. Ya'ni o't qopida polip aniqlansa, uni nima qilish kerak? Amaliyot o'tkazish shartmi yoki yo'qmi? Hozir biz o't qopida polipi bor bemorni o't qopi bilan birga olib tashladik. Hozir shu amaliyotni o'tkazdik. Endi hozir mana shu o't qopidagi polipni men o't qopini kesib sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o't qopida polipi bo'lsa, albatta uni olib tashlash kerak. Sababi keyingi kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlar, ya'ni o't qopidagi poliplar bir kun kelib maliginizatsiya, ya'ni xavfli o'smalarga aylanish ehtimoli bor. Shuning uchun mutaxassis sifatida maslahat beramizki, bu polipni albatta olib tashlash kerak. Xo'p, mana olingan o't qopi. Mana endi shuni kesamiz mana. Kesib ichida o'sha polipni ko'ramiz mana. Mana ichini kesdik. Kesganimizdan keyin bo'shlig'ida safrosi bor. Mana bular polip mana. Mana bu polip mana bu polip mana bu polip mana. Ko'plab uzun shingilga o'xshagan poliplar bor ekan. Xullas, o't qopida polip bo'lsa, albatta amaliyot o'tkazib olib tashlash kerak.